hashar qilganmiz. Otamiz bir gapni gapirganlar. To'xtalaring shu yerda dedilar. Uyda katta karton oppoq qog'oz olib kelib qo'yganlar. Hashar vaqtida, ayni vaqtida. G'ish uzatardik. Kattaroq baqotiroq akamiz otadi, u tepadan ilib oladi. Biz uzatib turamiz g'ishni. Oq qog'ozga qo'limizni qoqlaring deganlar. Qoqqanimizda mayda punchalar tushgan. Unutma. Shu sanga yetadi deganlar. Agar g'ishni olganingda berib olsangina yana qo'lingga g'ish keladi. Agar qo'lingda g'ish tursa, g'ish bermaydi keyingi odam. Biz qum zarrachalaridan kompaniya yaratganmiz. Qo'limizni orasida qolib ketgan qumni zarrachalari bilan. Agar g'ishni olursiz, o'zingizga kerak 10 talab olsangiz, nima bo'ladi? Ko'tara olmaysiz, oyog'ingiz tushib, zarba bo'ladi, oyog'ingiz g'atiydi, yotasiz. Ish bera olmaydi. Oldingmi g'ishni berishing kerak. Zarrachaga ishlasang ham yetadi.